Anqoning urug'i menga qarindosh, dard to'lib ketganda topilmas sirdosh, nokasi nomardga hech egmagin bosh, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Ilk qadam tashladi to'g'ri yo'lida, yer u ko'k aylanar sening ismingga, marhamat aylabon ojiz qo'lingga, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Farzandlar sarasi ko'ngli oq sodda, kechagi arazi qolmaydi yodda, so'rayman duolar qilib bomdodda, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Qarisam hol so'rab yo'qlab kelguvchim, qadrimni har nedan ustun bilguvchim, mendan so'ng izmimdan duo qilguvchim, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmonlari Lobarxon hamda Parvinaxon go'zal qizlarimizni Polsha mamlakatidan mehribon dadajonisi Hakimjon aka nomlaridan xursand qilamiz. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Bizga Lobarxon hamda Parvinaxon go'zal qizlarimiz kerak edilar. Ha, biz bo'lamiz-chi. Sizlarni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli, bemalol. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizlarni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kunlaringiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Rahmat katta. Rahmat, salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizlarni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizlarni ayni bugun tavallud ayyom kunlaringizda kimlar tabriklashi mumkin? Tog'alarim bo'lsa kerak-da. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bilmadim, endi hammasi mehribon, hammasini yaxshi ko'ramiz. Siz hozir Lobarxonmi yoki Parvinaxonmisiz? Parvinaman. Lobarxon ham yoningizdami? Ha, yonimda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizlarni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Tug'ilgan kunlaringiz bilan kimlar tabriklagan deb o'ylaysiz? Menimcha Akrom tog'am bo'lsa kerak. O'zim yordam beraymi? Ha. Keling, o'zim yordam beraman va to'liq aytib o'taman. Sizlarni ayni bugun shukrona kunlaringizda juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, siz haqingizda faqatgina go'zal ta'riflar bergan mehribonlarim, go'zallarim, jannatimning gullari, men ularni juda ham sog'indim va yaxshi ko'raman deya qayta aytgan eng yaqin insoningiz, Polsha mamlakatida yashab ishlab kelayotgan mehribon dadajoningiz Hakimjon akamiz tabriklamoqdalar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Sog' bo'lsin, dadam. Bizilmatmiz. Bu albatta sevinch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Shunday. Ilohim ko'zingizdan faqatgina sevinch va shodlik ko'z yoshlari yarqirab tursin. Rahmat. Kutganmidingiz? Ha, xursand bo'ldik. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Tug'ilgan kunda dadam bilan onam sog' bo'lishini xohlayman. Mashalloh, ko'p yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni aynan sizlar uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittirmoqchiman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik aynan sizlar uchun dadangiz Hakimjon akamiz nomlaridan maxsus yozildi. Qizlarim, baxt iqbol hamrohingiz bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin. Baxtlaringiz ko'rib ko'zlar quvonsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum biz uchun qadrli va mehruzgacha bo'lgan bebaho go'zal qizlarim, jannatimning guli, mu'nislarim, mehribonlarim, beg'uborlarim. Sizlarni bugungidek go'zal ayyom bilan barcha yaqinlarimiz bilan jam bo'lgan holda muborakbod etamiz. Sizlarga Allohimning go'zal kunlarini tilayman.
Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Alloh bergan umrni doimo yaxshiliklar bilan, yaxshi insonlar davrasida o'tkazing. Sizdek qalbi toza, mehri o'zgacha bo'lgan farzandlarim, dilbandlarim borligiga Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin. Alloh har bir oningizni baxtlarga to'ldirsin. Inshaalloh Robbimning bayti go'zal Ka'batullohga qayta va qayta borguvchilar qatorida qilsin. Sizlar dunyoga kelgan kun mittigina qo'lchalaringiz tutib, shirin yuzlaringizdan o'pib, "Ya Rabbi, bizga sizdek go'zal qizlar, farzand berganiga Allohimga behisob qayta shukrlar, hamd va sanolar aytganmiz. Doimo sizdek farzandlarimiz borligidan faxrlandik. Allohim mana shu aziz joningizni yomon ko'zlardan asrasin. Ilohim yuzi yorug'lar, toli balandlar qatorida qilsin. Allohim sizlarni bandam desin. Jonim bolalarim, ilohim onajoningiz ikkimizni jannatlarga yetaklovchi qizlarim bo'ling. Allohim sizlarga ikki dunyo savobi saodatlarini nasib qilsin. Dunyodagi eng baxtli qiz bo'ling. Go'zallikda tengi yo'q go'zal malikalarim. Alloh bergan mo'jizasiz nurli yuzim. Sizlarga boqsam quvonchlardan to'lar ko'zim. Boqishlaringiz qaysarligingiz xuddi o'zim. Robbim bergan omonatim, jonim qizlarim. Qizaloqlarim, bunchalar ham beg'uborsiz. Alloh bergan jannati hur malaksiz. Ming bor shukr baxtimizga o'zingiz borsiz. Jannatlarga yo'lak bo'lgan jonim qizlarim. Bir kun qarab qo'llaringizdan tuta olmasak, otam deya erkalatib o'ping yuzim. Gunohim ko'p jannatlarga yeta olmasak, jannat tomon yetaklang jonim qizlarim. Mehr bering, kutavermay mehrga zor. Porlab turgan quyoshim siz. Yuragimda sizlarga aytar so'zlarim bor. Baxtimga siz omon bo'ling jonim qizlarim deya mehri daryo mehribon dadajoningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotini jonli tarzda yozib olinmoqda. Dadajoningizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Ilohim dadam va onam, yaqinlarim baxtimizda sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Butun yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shu qatorida musofirchilikda yurgan jamiki vatandoshlarimizni, hamyurtlarimizni, oila a'zolarimizni Allohim o'z panohida asrab, o'z yurtiga, vataniga, oilasi bag'riga sog' salomatlikda yorug' yuzlar bilan qaytib kelish barchasiga nasib etsin. Topganlari faqatgina to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Mayli, xo'p, rahmat katta. Salomat bo'ling. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang. Biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.